Avtomexanika ko'rgazmasida Jetur va Sauist O'zbekiston bozori uchun yangi modellarni taqdim etdi. Jetur T1 endi Toshkent ko'chalarida uchratish mumkin. Biz bu modelni Xitoyda qattiq sinovdan o'tkazganmiz, endi esa tez orada sotuvga chiqadi. Zamonaviy dizayn, ishonchli harakatlanish xususiyatlari bilan ajralib turadi. Model yilning oxirigacha savdoda paydo bo'ladi. Yaqin orada gibridli T2 modeli ham O'zbekiston bozoriga kirib kelishi kutilmoqda. Sauist esa yangi S06 ni taqdim etdi. Ixcham zamonaviy va gibridli crossover. Ushbu model ham yilning oxirigacha savdoga chiqadi. Sauist S09 esa allaqachon xarid uchun mavjud. Keng, qulay va zamonaviy avtomobil. Bundan tashqari Jetur va Sauist maxsus konkurs haqida e'lon qilishdi. Har bir ishtirokchi 17 iPhone yutib olishi mumkin. Buning uchun Jetur Sauist stendida suratga tushib, Jetur Sauist va birgalikda safar hashtaglarini qo'llash kifoya. Konkursda g'alabaga erishgan odam Jetur va Sauist rasmiy akkauntlarida aniqlanadi. Shunday qilib, Jetur va Sauist brendlarida shaharda yurishda ham, shahardan tashqarida yurishga ham mashinalari mavjud. Barcha kerakli ma'lumotlar ekranda chiqadi. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.